yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Xush kelibsiz, keling. Xush keldim. Rahmat. Sizdan davo topib, rahmat aytgani keldim. Undan o'sha 15 yil oldin mana shu onkologik kasalligi bilan mana shu kishiga murojaat qildim. Juda tushkunlikka tushib qolgan edim. Bularni eshitib, men bulardan tabiiy giyohlardan dorilar olib, ichib, Xudoga shukr shifo topdim. Yaqinda esa menda shunaqa bo'ldiki, menda holim bor edi, kattaroq holim bor edi. Menga e'tibor bermay yurgan edim. Lekin u narsa o'sib, haligi karam gulidaqa rivojlanib, shunaqa bo'lib, yong'oqdan katta bo'lib, tuxumdan kichikroq bo'lib, shunaqangi tushkunlikka tushib qoldim. Onkologik kasal nimaga borayin desam, uzoq yillar davolanishimga to'g'ri keldi. Men undan qo'rqdim. Hali nima ximiyoterapiyalar olishga qo'rqdimda, yana shu mana shu Yoqubjon akaga murojaat qildim. Ular meni ko'rib, o'sha dori-darmonlar berdi ichishga, keyin o'zlari tayyorlagan surtma dorilar berdi. Shu bilan Xudoga shukr, mana shu bir oy ichida shu narsa o'z-o'zidan qurib, yo'qolib, ildizi bilan yo'qolib ketdi. Men minnatdorman mana shu. Mana qizingiz to'g'risida mana gapiryapsiz. Qizingiz tuzaldimi haqiqatdan? Qizim yaxshi. O'sha mana nimalariga qandaydir so'galga o'xshagan nimalar toshgan edi. Mana shu nima bilan shifo topib, ashi bergan tabiiy malhamlaringiz bilan shifo topib yaxshi bo'ldi. Ashi birinchi nima qilganda o'sha kiprigining orasiga shunaqa so'gal chiqqandi. Keyin men ana shu doringizni olib, so'galga qarshi doringizni olib turib, zarar qilmaydimi ko'zga deb, chunki achchiq ekanda u, shunday. Shunga zarar qilmaydimi desam, zarar qilmaydi, qo'yavering degansiz. O'shani qo'ydim. Tash-tugul bilan yo'g'ib ketdi, qaytib chiqmadi-da. Endi ashi bir ikkitalarni ko'ryapman, haqiqatda ham ana shu ko'zlarda osilib qolganda, ana shu so'gal osilib qolgan, ko'zini to'sib qolgan ham hatto. Men ashularga ham aytayapman, shunaqa shu hattoki meni ashu o'tgan safar olgan sizda mana nimamga holga qarshi oldim-ku, rosa katta bo'lib ketgan. Bu narsa olib berib qastagina. Undan keyin ashu holim ko'rdingiz-ku, shunday haligi vahimali bo'lib, onkologiyaga borayman, nima qilaymikin deb shokka tushib qoldim-da shuyda. Endi o'zim bilaman qanaqa ahvolga tushganimni. Onkologiyaga borsam, meni Toshkentga yuborsa tekshirishga qancha vaqt o'tadi? U yerda yotadigan bo'lsam qancha ketadi? Undan tashqari ximiyoterapiya olish kerak. Endi o'zim bilaman-da qanchalik uni qo'rqinchliligini. O'shani inekin nima qilib sizga kelib, mana sizdan shifo topdim. Sizni bergan dorilaringizni ichdim, surtmalarni qo'ydim. Haqiqatda ham o'sha 5-6 kunda ichidachi shunday qaytdi-da o'sha narsa. Undan keyin kundan kunga o'sha narsa nima bo'lib, o'z-o'zidan deng haligi yo'q bo'lib ketdi-da. O'zimda haqiqiy terim hosil bo'ldi-ya. Tash-tugi bilan yo'qib ketdi. Xudoga shukr deyman. Ashu sizga kelganimga, Alloh sizni ro'para qilganiga Allohga shukrlar aytaman. Doya siz ham sog' bo'ling. Mana shu xalqning dardiga doimo mana shu davo topib, shifo topib yuravering. Allohim sizni bundan martabangizni bizdan olgan dorilaringizdan birorta ziyon bo'lmadimi bilayapti? Yo'q, hech qanaqa ziyon bo'lmadi. Oldin boshida qo'rqdim, qanaqa bo'larkin, yaxshi bo'larmikin deb boshida qo'rqdim. Qo'rqib, keyin ashini surtaverdim. Surtib, haqiqatda ham hech qancha o'tmasdan yo'q bo'lib ketdi-da shu narsa. Aytayapman-ku, tuxumdan kichikroq narsa edi. U aytayapman, o'zim bilamanki, rakka aylanib ketyapti-da. Yaxshi, Xudoga shukr, mana miyomangiz tuzaldi, kista miyomalar. Tuzaldi. Jonlar joyiga tushdi, ranglaringiz chiroyli qoldi. Xudoga shukr, yaxshi. Men sizni ko'rib yosharib ketdingiz, Xudoga. Ashida yaxshi. Alloh shifo berdi sizga. Endi ashu kasallarga ham men aytayapman, shunaqa mashaga boringlar. Mashindan shifo topdim men deb aytaman hammasiga. Endi ba'zilar aytadiki kelib, ana turadingiz, belki o'largansiz istab topolmadik. Yaxshi ham topdik, surishtirib keldim deydi. Ko'pi topolmay qolibdi. Topolmay qolibdi. Ashidan so'rasa, men topib beryapti. Endi men ham ashidan so'rab, birinchi yo'q qolgan ekansiz, qayerga bular ketdi deb so'radim. Men shu yoqdan dedi, istab topib keldim shu yerga men. Ana joningiz mana Xudoga shukr. Yana topdingiz mana. Dardimga shifo topdim. Tabibimni topdim deng. Tabibimni topdim. Rahmat. Sizga rahmat aytgani kelaman deb shuncha kundan beri kelolmayapman. Mana bugun vaqti ekan. Sizga rahmat.
bundan da martabangiz baland bo'lsin. Bemalol xizmat Sog' xizmat salomat qilsa bo'ling. murojaat qilishingiz mumkin. Ha. Telefon nomerlarimiz bor. Bor, ashula. Aloqa qilishingiz mumkin biz bilan. Har qanaqa yozib qilishingiz mumkin mana. Ashula. Ashu kasallarga men ham aytyapman. Unaqa dorilari qimmat emas. Hammasi joy-joyida unaqa million nima qilgani yo'q. Haqiqatan ham mana arzimagan pul bilan men shifo topdim. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bemalol xizmat bo'lsa vaqtim ham hal kelaylik. Rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Xo'p.